BBC'nin xabar qilishicha, Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi Xitoyning 19 kurashchi aeroplani va yadro iqtidoriga ega bombardimonchi aeroplanning Tayvan havo mudofaa farqlantirish rayoniga kirganligini e'lon qildi. Davlat Mudofaa Ministrligi Xitoy aeroplanlarini ogohlantirish uchun boshqarilgan bomba sistemasining qo'zg'atilganligini aytdi. Şimali Atlantik Ahdi Təşkilatının baş katibi Jens Stoltenberg, Rossiya bilan Xitoyning boshqarilgan bomba yo'shirun kuchining eshishidan andisha qilamiz dedi. Shimoliy Koreya, Eron qatorliq davlatlarning yadro quroli sohasida rol o'ynaydiganligini bayon qilgan Stoltenberg, bu davlatlarning xalqaro qoidalarga xiloflik qilganligini aytdi. Taliban bayonotchisi Zahibullah Mujahid o'zlarining Germaniya bilan kuchlik va rasmiy diplomatik munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini bayon qildi va bosh ministr Angela Merkelni Afg'onistonga taklif qildi. Germaniya Belgiyasi Taliban bayonotchisi bosh ministrni Kabulga taklif qildi mavzuliq ziyoratni e'lon qildi. Mujahid ziyoratni qabul qilganda mundaq dedi: Germaniyaning Afg'oniston bilan tarixiy va yaxshi munosabati bor. Biz Germaniya bilan kuchlik va rasmiy diplomatik munosabat o'rnatishni xohlaymiz. Yevropa asosiy qonun va kishilik huquq markazi to'qimchilik sohasida tijorat qilayotgan nurg'un Germaniya shirkatlari haqida Federatsiya taftish mahkamasiga ariz sungan. Ariznomada Xosbos va Lidl qatorliq shirkatlarning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning majburiy emgakidan bevosita yoki vositalik naf olganligini, bu sababli insoniyatga qarshi jinoyatlarga chetilib qolganligini o'tirib qo'ydi. Rossiya neft shirkati Gazprom neftning yuqori darajalik direktori Aleksandr Dyokov Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi navbatchi aeroplanning yiqilg'i haqqini bevosita rubli yoki xalq puli bilan to'lagili bo'ladiganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Xitoy Xalq bankasi bilan Hindoneziya bankasining yerlik pullar bilan almashtirish hamkorlik ramkasining rasmiy xizmatga kirishtirilganligini e'lon qildi. 20 davlat guruhi Səhiyyə ministrlari yig'ini oxirlashdi. Yig'inda davlatlarning sog'lomlik sistemasini kuchaytirish va nomrod davlatlar boshchiligida hamma kishining vaksina erishishiga kafolatlik qilishni maqsad qilgan Rim xitobnomasi qabul qilindi. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi 26 sentabr o'tkazilgan cho'ng saylamdan ilgari siyosiyonlarni nishon qilgan hujumning orqasida Rossiyaning harbiy tashqi istixborotining borligi haqida ishonchli uchurga erishganligini e'lon qildi. Qatar amiri Tamim bin Al-Sani, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va davlat mudofaa ministri Lloyd Austin bilan Afg'onistondagi o'zgarishlarni muzokara qildi.